Do'stlar, ushbu videoni misol oxiridagi biometrik qilmoqchi bo'lgan do'stingizga tarqatib qo'ying. Hozirgina biz Sberbankga kelgan edik. Sberbankda biometrik pullik bo'lgan. Ba'zi bir joylarda pul olibdi, ba'zi bir joylarda pul olgan yo'q. Hozirgina Mansur aka bilan kelgandik. 3500 dedi. Biz qaytib chiqib, o'zimiz telefon orqali qilib oldik. Ushbu videoni biometrik qila olmagan do'stingizga jo'natib qo'ying. Qanday qilib qiladi video oxirida qo'yib ketaman. Primarketdan biometrik sketchat qilib olasiz. Pasportingiz, danningizni rasmga olib tashlaysiz. O'zingizni rasmga olasiz, tiniq joyda, orqangizda hech narsa bo'lmashi kerak. Adantoni svet bo'lishi kerak. Undan keyin tixa, yaxshi joyda sifrlar chiqadi, ya'niki golos. Golos yozasiz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и обратно. Hammasi ruschada. И aralash keladi sonlar. Shularni qilsalaring, bepul qilib olasizlar. Hozirgi kunda 3,5 ming 4 ming atrofida Sberbankda qilib beryapsiz, bepul qilib olishingiz mumkin. Ushbu videoni biometrik qila olmaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. 0, 1, 2, 3, 4. Mana biz zabt qilamiz, hozir pasport tashladik, undan tashqari rasm oldik, selfie qildik. Selfie mana bir tomki bir joyda bo'lishi kerak, teng joy yoki bir qanday biz ham qo'shda yuribmiz mana. Tashqarida yurib, tashqarida mumkin emas ekan, mana shu joyga kelib rasm oldik. Hozir mana ikkita nimasidan o'tdik. Birdan 9gacha, to есть birdan 9, lekin 0, keyin 0 dan 9gacha обратно hammasini qildik. Endi hozir 3-shaga qoldi. Ketdik masalan. 5, 9, 4, 7, 3. Mana tayyor bo'ldi почти. Tayyor bo'ldi. Registratsiya uchrashuv biometrik tayyor mana. Besplatniy qildik hozir. 3,5 ming bergandan ko'ra bepul qilsa ham bo'ladi. Mana уже ikkita galochka bo'ldi. Suratga oldik, golos topshirdik. Hammasi chotki bo'ldi. Bepulgina qildik. Biometriyani zaregistratsiya qilish uchun обязательно sizda gos uslugi bo'lishi kerak. Begos uslugi u narsa bo'lmaydi.